Салем достар, бұл Казак Story Time, біз бастаймыз. Но сейчас я всем отомщу! 3650 kunlik zulmatning tugashi. Qalin temir darvozaning zanglagan ilgaklari xirillab ochilganda, tashqaridan esgan muzdek kuz shamoli Layloning yuziga urildi. Ayollar jazoni otash koloniyasining, turmasining sovuq, kulrang devorlari ortida otgan roppa-rosa 10 yillik hayot shu qattiq qiqillagan ovoz bilan nihoyasiga yetdi. Laylo tashqariga qadam qo'ydi. Uning egnida arzon, qora paxtali kurtka, oyogida oddiy etik. Qo'lida bittagina kichik tugunchasi bor edi, xolos. U orqasiga umuman qaramadi. Darvoza gumburlab yopildi. U osmonga qarab uzoq va chuqur nafas oldi. Erkinlikning hidi. Bu hidni u 10 yil, 3650 kun, 87600 soat davomida tushlarda ko'rib, hidlab yashagan edi. 36 yoshli Layloning yuzi ozgin, yonoq suyaklari bortib chiqqan, lekin ko'zlarida shu qadar o'tkir, shafqatsiz va muzdek sovuq bir nur chaqnardiki, bu nigohga dosh berish har qanday odam uchun og'ir edi. 10 yil oldingi Laylo butunlay boshqa odam edi. O'shanda u 26 yoshli, aqlli, hayotga ishonch bilan qaraydigan Capital Invest nomli yirik moliya kompaniyasining bosh tahlilchisi va ham muassisi edi. Uning mehribon eri, go'zal oilasi va shirin qizalogi Shirin bor edi. O'sha sodda, hammaga ishonadigan va hayotni pushti rang ko'zoynakda ko'radigan Laylo qamoqxonaning birinchi yilidayoq olib bo'lgan, qamoqxonaning zax kamerasida ko'z yoshlarga garq bo'lib halok bo'lgandi. Bugun temir darvozadan chiqqan bu ayol his-tuyg'ularini oldirgan, vujudini faqat bitta maqsad, qasos olovi bilan sug'organ tirik qurol edi. 2 xiyonat fojiasi, xotira sharpalari. Laylo huvillab yotgan trassa bo'ylab shahar tomon piyoda yura boshladi. Har bir qadami uni 60ning dahshatli xotiralariga yetaklab borardi. Uning miyasida o'sha mudhish sud kuni xuddi kinolentadek aylanardi. Sud zali. Sudya o'zining dahshatli hukmini o'qiyapti. Laylo Karimova kompaniya hisobidan $10 million mablag'larni offshor zonalarga noqonuniy o'zlashtirganlikda, hujjatlarni qalbakilashtirganlikda aybdor deb topilsin va 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilsin. Laylo panjara ortida yiglab o'zining eri Rustamga yolvorib qarardi. Rustam, ishonmanglar. Hujjatlardagi imzolar meniki emas. Rustam, ularga ayt, axir bu ishlarni sen va Kamola qilgansizlar-ku, deb faryod qilardi u. Lekin Rustam unga nafrat bilan yuzini burishtirib qarab turardi. Uning yonida esa Layloning eng yaqin dugonasi, butun sirlarini ishonib aytadigan qadrdoni Kamola soxta ko'z yoshlar to'kib, sudga soxta guvohlik bergandi. Ha, hurmatli sudya. Laylo bu ishlarni anchadan beri rejalashtirib yurganini menga aytgandi. Men uni to'xtatishga urindim, lekin u pulga och bo'lib qolgandi. Sud zalining eng dahshatli lahzasi, qamoqqa olib ketilishidan oldin, 3 yoshli qizalogi Shirinni oxirgi marta quchoqlamoqchi bo'lganida ro'y berdi. Rustam qizchani onasidan yulqib oldi. Unga tegma, jinoyatchi. Mening qizimga iflos qo'llaringni tekkizma. Shirin endi seni onam deb chaqirmaydi. Uning onasi olgan, degan edi Rustam yovuzlarcha pichirlab. Laylo yo'lda ketarkan, o'sha kuni Rustamning va Kamolaning yuzidagi shaytoniy, g'olibona jilmayishni yana aniq ko'rdi. Ular Layloning butun hissalarini, biznesini tortib olish uchun uni dahshatli tarzda qurbon qilishgan, hamma qora ishlarni uning nomiga rasmiylashtirib, o'zlarini oppoq farishta qilib ko'rsatishgan edi. Eng alam qiladigani, uning yuragi bo'lgan qizalogi Shirinni tortib olishgandi. Layloning lablaridan sovuq tabassum uchib o'tdi. Sizlar meni tiriklayin komdik deb o'ylagandingiz, pichirladi u o'ziga o'zi. Lekin bilmadingizki, men qabrda chirishni emas, pishishni o'rgandim. Uchi zindondagi ustoz, qora Xadicha. Laylo o'zining bugungi po'lat irodasini faqat o'ziga qarzdor emasdi. Qamoqxonaning 2-yilida u o'zini osmoqchi bo'lib, hayotdan butunlay voz kechmoqchi bo'lgan bir paytda, koloniyaning eng obro'li, ko'pni ko'rgan, qora Xadicha laqabli 60 yoshli asirasi uni qutqarib qolgandi.
Hadicha opa qachonlardir davlatning eng yuqori ekanlonlarida ishlagan, ammo u ham o'ziga qilingan dahshatli xiyonat qurboni bo'lib, qamoqda umrining oxirigacha qolishga hukm qilingan ota aqlli ayol edi. U Layloni arqondan yulib olib, yuziga qattiq tarsaki tushirgandi. Yiglama, ahmoq xotin. Ko'z yoshlar faqat ojizlar uchun. Erkaklar bizni yiglatib zavq oladi, sen esa ularga shu zavqni beryapsanmi? Olsang, qizingni o'sha yalmogiz dugonang tarbiya qiladi va qizing sening qabringga tupurib otadi. Yashashing kerak. Tishlaringni qayra. Kitob o'qi. Qonunni o'rgan. Inson psixologiyasini o'rgan. Ularni qonunsiz emas, aynan o'zlarining pullari va qonunlari bilan bo'gib oldirishing kerak. Shu so'zlardan keyin Laylo o'zini butunlay o'zgartirdi. U 8 yil davomida koloniyaning kutubxonasidan chiqmadi. Yuzlab iqtisodiy, huquqiy va psixologik kitoblarni yodlab oldi. Hadicha opa unga odamlarning zaif nuqtalarini topishni, hissiyotlarni jilovlashni va eng mukammal qasos rejalarini qanday tuzishni o'rgatdi. Hadicha opa koloniyada vafot etishidan oldin, Layloga qamoqdan chiqqanidan keyin qayerga borishini va birinchi qadamni qanday tashlashini tayinlab ketgan edi. 4 shahardagi qadam va yashirin arxiv. Laylo shahar markaziga avtobusda yetib keldi. 10 yilda Toshkent butunlay o'zgargan, ko'chalarni yangi binolar, osmono'par inshootlar qoplagan edi. Odamlarning qo'lida zamonaviy telefonlar, hamma qayergadir shoshgan. Laylo bu olamda begona sharpadek harakat qilardi. Lekin uning aniq mo'ljali bor edi. U shaharning chekkasidagi eski Juva bozoriga yaqin joylashgan, zax bosgan eski arxiv qutilar va pochtaxonalar joylashgan binoga bordi. Laylo qamoqqa olinishidan 2 oy oldin kompaniyadagi ba'zi shubhali o'tkazmalarni sezib qolib, ehtiyot shart sifatida bank qutisiga emas, balki aynan shu e'tiborsiz, oddiy xalq pochtaxonasiga yashirin quti ijaraga olgan va unga muhim narsalarni yashirgan edi. Rustam ham, Kamola ham bu haqida umuman bilishmasdi. Laylo qari pochta xodimiga o'zining eski guvohnomasini ko'rsatib, ijarasi 10 yil oldindan to'langan 74 raqamli qutini ochdi. Quti ichidan qalin chang bosgan jild, papka va uning ichida qora paket chiqdi. Paketni ochdi. Unda 10 yil oldin konvertga solib qo'ygan qariyb $50,000 naqd pul va eng asosiysi, Capital Invest kompaniyasining dastlabki, haqiqiy tranzaksiyalari yozilgan elektron xotira qurilmasi, fleshka, hamda o'zining qizligi familiyasidagi eski pasporti bor edi. Mana, urush uchun boshlangich sarmoya tayyor, pichirladi Laylo pullarga qarab. Bu $50,000 10 yil oldin katta pul bo'lgan, hozir ham unga dastlabki qadamlarni tashlash uchun yetarli edi. Ammo qasosni quruq pullar bilan emas, aql bilan oladilar. 5 Kozgudagi o'zgarish, Layloning o'limi va Mubina tugilishi. Laylo qimmatbaho, ammo odamlar ko'ziga uncha tashlanmaydigan mo'jazgina mehmonxonadan xona oldi. U issiq dush qabul qilib, 10 yillik zindon kirini vujudidan yuvdi. Kozgu oldida turarkan, u o'zining orqasidagi chandiqlarga va qotib qolgan yuz ifodasiga qaradi. Sochlari uzun, ammo rangsiz edi. U qo'liga qaychi oldi va birorta his-tuyg'usiz o'zining uzun sochlarini kaltalab tashladi. Keyin do'kondan olib kelgan qimmatbaho bo'yoq bilan sochlarini mutlaqo boshqa rangga, toq olcha rangiga, shokolad bordoviy bo'yadi. Uning o'zi ham qiyofasini shunday o'zgartirdiki, makiyaj, liboslar va o'zini tutishidagi viqor uni 60dagi bechora, jabrdiyda Layloga umuman o'xshatmasdi. Ko'zoynak, qimmatbaho klassik libos va lablardagi toq qizil pomada uni mutlaqo o'ziga ishongan, sovuqqon va xavfli biznes lediga aylantirdi. Laylo Karimova qamoqxonada oldi, deb pichirladi u Kozgudagi aksiga qarab. Bugundan boshlab mening ismim Mubina Umarova. Xorijdan kelgan xususiy investor. Shunday ekan, oyinga xush kelibsizlar. 6 nishonlarni kuzatish, baxtli oilaning yolg'on surati. Kechqurun Laylo endi u Mubina o'z xonasida yangi sotib olingan noutbukni ochib, internet orqali o'z nishonlarini izlashni boshladi. Qidiruv tugmasiga Rustam Aliyev va Kamola Aliyeva deb yozdi. Ekranga yuzlab maqolalar, yaltiroq jurnallar muqovalari va videolar chiqib keldi. Rustam va Kamola haqiqatan ham gullab yashnashgan edi.
Capital Invest kompaniyasi hozirda Aliyev Holdingga aylangan, butun mamlakat bo'ylab qurilish va moliya obyektlariga ega edi. Rustam o'zini yilning eng yaxshi tadbirkori deb e'lon qildirgan, Kamola esa elit qatlam xonimlari orasida eng yaxshi ayol va filantrop, xayriyachi degan niqobni taqib olgandi. Ularning so'nggi bergan intervyusida Rustam va Kamola birgalikda kameralar oldida kulib turishar, yonlarida esa Layloning yuragi bir zumga urishdan to'xtadi. Rasmda endigina 13 yoshga to'lgan, boy yetib qolgan go'zal, ammo ko'zlarida qandaydir mung bor qizaloq shirin turardi. Layloning qo'llari musht tugildi. Rasmda Kamola Shirinni o'z qizidek mehr bilan quchoqlab olgandi. Maqola ostida shunday yozuv bor edi: Rustam va Kamola Aliyeva baxtli oila timsoli. Ular qizlari Shirinni eng nufuzli xususiy maktabda o'qitib, jamiyatga namunali oila bo'lib xizmat qilmoqdalar. Namunali oila. Layloning lablaridan sovuq, zaharxanda qahqaha otildi. Birovning qoni ustiga qurilgan qasringiz qanchalik baland bo'lsa, u qulaganda ostida qolib olishingiz shunchalik dahshatli bo'ladi. Men bu rasmdagi har bir tabassumni qon ko'z yoshga aylantiraman. Laylo o'z nishonlarining zaif nuqtalarini izlashga kirishdi. U qasosni to'g'ridan-to'g'ri ularni oldirish bilan boshlamasligini yaxshi bilardi. Olim, bu juda yengil jazo. Olim, bu qutulishdir. Laylo ularning atrofidagi hamma narsani, obro'sini, pullarini, do'stlarini, ishonchlarini tortib olib, ularni birma-bir jinnilik darajasiga olib borishni va o'zlari qazigan choxga tiriklayin qamashni reja qilgandi. Buning uchun birinchi navbatda 10 yil avval soxta hujjatlarni rasmiylashtirib, uni qamashga yordam bergan, hozirda Rustamning bosh yuridik maslahatchisiga aylangan poraxo'r advokat Anvarni yo'q qilish kerak edi. Anvar bu imperiyaning ustunlaridan biri edi. Laylo kompyuter ekranida Anvarning so'nggi ziyofatdagi rasmini ochdi. Uning iflos va qora sirlari xuddi chuvalchangdek ko'p ekanligini Laylo juda yaxshi bilardi. Ertadan boshlab sening hayoting jahannamga aylanadi, Anvar, deb pichirladi ayol oynaga qarab. 10 yillik azoblarning faturasi Chiyoki endigina taqdim etilayotgan edi. Bir kibrli advokat va uning yashirin zaifligi. Anvar 10 yil oldin oddiygina oylikdan oylikkacha yashaydigan yurist edi. Bugun esa u Aliyev Holdingning bosh yuridik maslahatchisi, poytaxtning markazidagi hashamatli penthouse egasi, ostida eng so'nggi rusumdagi qimmatbaho mashina. U Layloni qamash operatsiyasida barcha soxta hujjatlarni mukammal darajada rasmiylashtirib bergani uchun Rustamning o'ng qo'liga aylangan, qora ishlarni xaspo'shlash orqali millionlab dollar boylik orttirgandi. Biroq har qanday kibrli hayvonning o'z oljasiga aylanadigan zaif nuqtasi bo'ladi. Anvarning tashqi ko'rinishi oilaparvar, obro'li inson bo'lsa-da, uning ichida dahshatli bir qaramlik, yashirin qimorxonalarga, kazino va qimmatbaho stavkalarga bo'lgan kasallik bor edi. U Rustamning offshor hisoblaridan bildirmay, kichik miqdorlarda pul omarib, shu qimor stollarida sarflab yurardi. U o'zini hech qachon tutilmaydigan, daxsiz daho deb hisoblardi. Laylo, ya'ni hozirgi Mubina, buni qamoqxonadagi ustozdan va o'zi yiggan arxiv hujjatlaridan juda yaxshi bilardi. Qasosni pichoq yoki qurol bilan emas, aynan raqibning o'z illatlari orqali olish eng oliy jazo edi. 2. Sirli sarmoyadorning paydo bo'lishi. Ertasi kuni Anvarning dabdabali ofisiga xorijiy raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Anvarning kotibasi hayajon bilan uning xonasiga kirdi. Anvar aka, sizni Dubaydan Alqa Investment Group kompaniyasining vakili so'rayapti. Ular Toshkentda 50 million dollarlik yirik ko'chmas mulk loyihasini boshlamoqchi ekan. Barcha yuridik ishlarni faqat sizning firmaningiz orqali juda katta gonorar evaziga yuritishmoqchi ekan. Bosh direktor xonimning o'zi siz bilan gaplashmoqchi. Anvarning ko'zlari ochkozlikdan yaltirab ketdi. 50 million dollar. Buning yuridik xizmat haqi 10% bo'lsa ham kamida 5 million dollar degani. Men bu ishlarni Rustamdan yashirincha o'zim qilsam, qimordagi hamma qarzlarimdan qutulib, o'zim xohlagandek yashayman, degan o'y uning miyasida chaqmoqdek aylandi. Ular menga zudlik bilan, dedi Anvar galstugini to'g'rilab. Telefonda juda sipo, sovuqqon va o'ta ishonchli ayol ovozi yangradi. Assalomu alaykum, janob Anvar. Mening ismim Mubina Umarova.
Men uzoq yillardan beri Yevropa va arab davlatlarida ishlayman. Sizning malakangizni maqtab tavsiya qilishdi. Bizga o'ta maxfiy davlat tekshiruvlaridan xoli bo'lgan yirik sxema tuzib berishingiz kerak. Buning uchun rozi bo'lsangiz, bugun kechqurun Grand restoranning VIP zalida uchrashamiz. Yolg'iz o'zingiz kelasiz. Anvar xursandchilikdan terisiga sigmay rozi bo'ldi. U o'zining qanday qilib o'rgimchak toriga tushayotganini, bu Mubina asli kim ekanligini xayoliga ham keltirmasdi. 3 zaharli uchrashuv, ko'zoynak ortidagi qasos. Kechqurun Anvar eng qimmat kostyumini kiyib, aytilgan restoranning yashirin, xoli xonasiga kirdi. Xonada qoramtir yoritgichlar yonar, torda esa o'ziga nihoyatda oro bergan, eknida toq qizil baxmal libos, yuzining yarmini yopib turuvchi katta qora ko'zoynak va nafis shlyapa kiygan ayol o'tirardi. Uning lablaridagi qizil pomada va sovuq pozasi haqiqiy aslzodalarga xos edi. Anvar ayolning jozibasidan va uning oldidagi ochiq yotgan chek daftaridan aqli shoshdi. 10 yillik qamoq azobidan so'ng butunlay o'zgargan Layloni, avvalgi sodda ayolni u umuman tanimadi. Mubina xonim, tanishganimdan xursandman. Men loyihangizni amalga oshirishga to'liq kafolat beraman. Mening hukumatda ham, soliq idoralarida ham o'z odamlarim bor, deb maqtana boshladi Anvar stulga o'tirarkan. Mubina, Laylo o'zining qadahi vinoni qo'liga olib sekin aylantirdi. U Anvarga shunday sovuq va teshkudek tikildiki, Anvarning yelkasidan sovuq ter chiqib ketdi. Men sizning imkoniyatlaringizni juda yaxshi bilaman, Anvar, dedi Mubina ohangini birdaniga o'zgartirib. Uning ovozi endi xaridorning emas, balki hukmdorning ovozi edi. Masalan, sizning Aliyev Holdingning Kiprdagi offshor hisob raqamlaridan Rustam Aliyevdan yashirincha har oy $100,000 omarib, qimorxonalarda boy berayotganingizni ham juda yaxshi bilaman. Anvarning rangi dokadek oqardi. Uning tili aylanmay qoldi. Siz nimalar deyapsiz? Qanaqa qimor? Qanaqa pul? Men tushunmadim. Siz kimsiz o'zi? U stuldan sapchib turib ketdi. Mubina xotirjamlik bilan sumkasidan bitta jild chiqarib stolga tashladi. Otir iflos, deb shunday qat'iy va qattiq buyruq berdiki, Anvar beixtiyor joyiga cho'kdi. Mubina jildni ochdi. Unda Anvarning qimorxonadagi rasmlari, Rustamning gaznasidan o'g'irlangan pullarning aniq bank ko'chirmalari, tranzaksiyalari va 10 yil oldingi Laylo Karimovaga qilingan tuhmatning asl, soxtalashtirilmagan hujjat nusxalari turardi. Laylo o'zining pochta qutisidagi yashirin arxivdan bularning hammasini yigib chiqqan edi. Bularni qayerdan oldingiz? Anvarning ko'zlari kosasidan chiqib ketayozdi. Sizni o'zi kim yubordi? Laylomi? Lekin u turmada chipiyapti-ku. Laylo olgan, deb pichirladi Mubina uning ko'zlariga tikilib. Ko'zoynagini sekin yechdi. Uning o'tkir, shafqatsiz nigohlarini ko'rib, Anvarning nafasi ichiga qotib qoldi. Garchi 10 yillik azob yuz tuzilishini o'zgartirgan bo'lsa-da, bu o'sha ular qurbon qilgan ayolning aynan o'zi ekanini Anvar dahshat ichida tanidi. Laylo, sen chiqdingmi? Ismim Mubina. Laylo o'sha qamoqning 1-yilidayoq joni uzilgan. Sening soxta dalillaring uni oldirgan. Men uning arvohiman, Anvar. Men qoningni ichgani keldim, dedi Laylo pichogini stolga sanchib. Anvar qo'rquvdan qaltirab orqaga tisarildi. Men aybdor emasman. Hamma ishni Rustam bilan Kamola buyurgan. Meni majbur qilishgan, qasam ichaman. Meni oldirma. Pullaringni o'zim qaytaraman. Laylo zaharxanda qildi. Seni oldirish qonimni harom qilish bilan teng. Men seni oldirmayman. Seni o'z xo'jayining Rustamning o'zi tishlab oldiradi. 4 shart va tuzoqning yopilishi. Laylo qadahini ichib stoldagi hujjatlarni yigdi. Senga bitta imkon beraman, Anvar. Hozir sen Rustamning Kiprdagi eng katta zaxira hisobidan $3 million mana bu hisob raqamimga o'tkazasan. Ha, sen o'girlay olasan, parollar senda borligini bilaman. Menga pul kerak. Nima? Agar 3 million o'girlasam, Rustam meni tiriklayin terimni shiladi-ku. Yo'q, qilolmayman, deb yig'lamsiradi advokat.
Agar qilmasang, mana bu jild hoziroq Rustamning stoliga tushadi. U sening qimorda yutqazgan millionlaringni bilsa, seni nafaqat shiladi, balki farzandlaring bilan birga itdek oldiradi. Hujjatlar prokuraturaga ham ketadi. Oz qoling bilan 10 yilga qamalasan. Tanla. Meni aytganimni qilsang, senga qochish uchun 24 soat vaqt beraman. Pullarni o'tkaz va bu shahardan daf bo'l. Anvar olim va qamoq o'rtasida qolgandi. U qaltiragan qo'llari bilan noutbukini ochdi. Uning peshonasidan sovuq ter oqardi. Rustam uning barcha offshor hisoblarini ishonib topshirgan edi. Anvar xavfsizlik kodlarini terib, Laylo ko'rsatgan yashirin xorijiy hisob raqamga 3 million dollarni o'tkazib yubordi. O'tkazma muvaffaqiyatli bajarildi degan yozuv ekranda paydo bo'ldi. Bo'ldi. Qildim. Endi meni tinch qo'y. Meni qochishimga ruxsat ber, deb yolvordi u. Laylo ko'zoynagini qayta taqdi, sumkasini yelkaga osib, sovuqqonlik bilan dedi. Men senga va'da berdim, Anvar. Hujjatlarni prokuraturaga bermayman. Qochishing mumkin. Laylo xonadan viqor bilan tuflisining poshnalarini taqillatib chiqib ketdi. Uning birinchi moliyaviy zarbasi mukammal yakunlangandi. Qasos uchun uning hisobida endi yetarlicha mablag' bor edi. 5. Birinchi ustunning qulashi, Rustamning gazabi. Lekin Laylo qonunga ko'ra va'dasining faqat yarmida turdi. U hujjatlarni prokuraturaga bermadi. Biroq restorandan chiqishi bilanoq shaxsiy raqamsiz tarmoqdan Rustam Aliyevning shaxsiy elektron pochtasiga va uning xavfsizlik xizmati boshligiga fayl jo'natdi. Fayl ichida Anvarning so'nggi yillarda Rustamdan o'g'irlagan barcha pullarining smetasi, qimorxona videolari va hozirgina 3 million dollarni noma'lum hisobga o'tkazgani haqidagi dalillar bor edi. Qog'oz ostida faqat 2 so'z yozilgandi: itingizni bog'lab oling. Ertasi kuni tong. Aeroportga qochish uchun chamadonlarini yigayotgan Anvarning dabdabali uyi eshigi karsillab sindirildi. Rustamning tansoqchilari ichkariga bostirib kirib, Anvarni xotinining ko'z o'ngida ayovsiz kaltaklashdi va qonga belangan holda sudrab olib chiqishdi. Tashqarida Rustamning qora mashinasi turardi. Rustam xuddi yirtqichdek mashinadan tushib, yarim oylik Anvarga yaqinlashdi. Men seni itdek boqdim, sen esa meni tunab qochmoqchimiding, iflos. Mening pullarim qani? Kimga 3 million o'tkazding, kalamush? Deb baqirdi u poyabzali bilan Anvarning yuziga qattiq tepib. Rustam aka. Meni qutqaring. Bu Mubinaning ishi. Laylo qamoqdan chiqqan. U meni majbur qildi. U pullarni oldi. Meni kechiring. Deb hiqillardi Anvar singan tishlari orasidan qon tufurib. Rustam bir zum qotib qoldi. Laylo. Qamoqdan chiqdimi? Uning ko'zlarida ham qo'rquv ham gazab paydo bo'ldi. 10 yillik xotirjamligi birdaniga yo'qqa chiqqandi. Bu yaramasni qabristonga olib boringlar. U yerdan o'ziga qabr qazishni boshlasin. Pulim qayerdaligini aytmaguncha bitta-bitta barmog'ini kesinglar. Deb buyruq berdi u tansoqchilariga. Anvarni mashina yukxonasiga, bagajiga tiqishdi. Uning qichqirigi shahar chekkasida so'ndi. Kibrli advokatning hayoti, pullari va karyerasi bir kechada yer bilan yakson bo'ldi. Birinchi ustun quladi. 6. Navbatdagi nishon, zaharli dugona. Ayni shu vaqtda poytaxtning eng baland binosidagi shinam qahvaxonada Laylo oynadan shaharning uyg'onishini tomosha qilib o'tirardi. Uning telefoniga Alpha Group xavfsizlik xizmatiga, u yollagan xususiy detektivlarga yuborilgan xabar keldi. Obyektda Anvar Rustam Aliyev tomonidan olib ketildi. Uning uyi va mulklari muzlatildi. Laylo telefonga qarab yengil, ammo sovuq jilmaydi. Uning qahvasi shunday achchiq ediki, xuddi qalbining rangiga o'xshardi. Biri ketdi. Qutlug' bo'lsin, Rustam. Bugun tunda uxlamasligingni bilaman, pichirladi u o'ziga o'zi. Lekin Laylo bu bilan to'xtamoqchi emasdi. Uning navbatdagi qadami ancha nozik va dahshatliroq edi. Anvarni yo'q qilish qasosning faqat boshlang'ich nuqtasi edi. Endi u oilaning yuragiga, o'zining eng yaqin, uni orqadan pichoqlagan dugonasi Kamolaga qarata zarba berish kerak edi.
Kamolaning kibri uning obro'si va ideal ayol niqobida edi. Laylo bu niqobni butun jamiyat o'rtasida shafqatsizlarcha yirtib tashlashni reja qildi. Va eng muhimi, oz qizalogi Shirinni ularning iskanjasidan qutqarish vaqti kelgan edi. 1. Zaharli malikaning xayriya kechasi. Poytaxtning eng hashamatli Grand Palate mehmonxonasida katta tayyorgarlik ketmoqda edi. Bugun Aliyev Holding rahbari Rustamning rafiqasi Kamola o'zining shaxsiy Umid xayriya fondi nomidan yirik ballaksion kimoshdi savdosi o'tkazayotgan edi. Zalda yuzlab qimmatbaho atirgullar, kristal kandillar va klassik musiqa sadosi hukm surardi. Shaharning butun elitasi, vazirlar, yirik biznesmenlar va ularning o'ziga bino qo'ygan xotinlari shu yerda jam bo'lgandi. Kamola ko'zgu oldida o'ziga oro berarkan, egnidagi Parijdan keltirilgan qimmatbaho oq ko'ylagiga qarab mamnun jilmaydi. U o'zini farishta qiyofasida ko'rsatishni yaxshi ko'rardi. Garchi uning ichi qora, yuragi xiyonat va hasadga to'la bo'lsa-da, jamiyat oldida u yetim bolalarning homiysi degan niqobni mukammal taqib olgandi. Eshik ochilib, xonaga Rustam kirdi. Uning yuzi bir necha kundan beri dahshatli darajada asabiy, ko'zlarining osti qoraygan edi. Anvarning xiyonati va sirli ravishda 3 million dollarning yo'qolishi uni butunlay dahshatga solgan. Qolaversa, advokatning elektron pochtasiga kelgan o'sha "itingizni bog'lab oling" degan xat uning miyasini kemirardi. Kamola, tezroq bo'l. Men asabiylashyapman. Hamma jurnalistlar kelgan, dedi Rustam galstugini bo'shatib. Nimaga buncha tipirchilaysiz, Rustam? Anvarni yo'q qildingiz-ku, pulni baribir topasiz. Bugun mening oqshomim, iltimos, asabimni buzmang, dedi Kamola labini burib. U ancha yillardan beri Rustamga umuman befarq, faqat uning pullari uchun yashaydigan sovuq xotinga aylanib bo'lgan edi. Sen tushunmayapsan. Menga u xatni kim yuborgani tinchlik bermayapti. Kecha qamoqxona boshligiga odam yubordim. Laylo u jazo muddatini to'liq o'tab, o'tgan hafta ozodlikka chiqibdi. Kamolaning qo'lidagi lab boyogi tushib ketdi. Uning rangi oqardi. Nima? U chiqdimi? Olib ketmabdimi o'sha yerda? Yo'q. Tirik ekan. Agar bu ishlarni u qilayotgan bo'lsa, Rustam sochini changalladi. Jinni bo'lmang, deb baqirdi Kamola o'zini qo'lga olib. Bitta yupun, hamma narsasidan ayrilgan qamoqchi xotin Anvardek aqlli advokatni qo'rqitib, 3 million pulingizni omarib ketolmaydi. Bu shunchaki tasodif yoki Anvarning boshqa dushmanlari bo'lishi mumkin. Laylo hozir qayerdadir farroshlik qilib, bir burda nonga zor bo'lib yurgandir. Unda na kuch, na aql qolgan. Mening kayfiyatimni buzmang, yuring, zalga chiqamiz. 2. Olikning qaytishi, Mubina xonimning tashrifi. Zal mehmonlarga to'lgan, barcha qimmatbaho ichimliklar ichib, soxta xushmuomalalik bilan suhbatlashardi. Kamola mikrofonni olib sahnaga chiqdi va yetim bolalarga yordam haqida shunday ta'sirli nutq so'zladiki, ba'zi xonimlar ko'z yoshlarini artib qo'yishdi. Ayni shu lahzada zalning ulkan, oyma naqshli eshiklari ochildi. Zaldagi xizmatchilar va mehmonlar eshikda paydo bo'lgan ayolni ko'rib, beixtiyor pichirlashni boshlashdi. Bu Laylo edi. Yoki tog'rirogi, Dubayning yirik sarmoyadori Mubina Umarova. Uning egnida tizzagacha tushib turadigan, qora baxmaldan tikilgan, ko'krak qismida nafis qora toshlar bilan ishlangan o'ta qimmatbaho shohona libos bor edi. Qisqa kaltalangan, toq olcha rangidagi sochlari, labidagi sovuq qizil pomada va yuzidagi aslzodalarga xos mag'rurlik uni bu zaldagi har qanday ayoldan 100 chandon go'zalroq va viqorliroq ko'rsatib turardi. Uning bo'ynida bitta qora olmosli marjon yaltirardi. Laylo atrofga sovuq nigoh tashlab, qaddini g'oz tutgancha to'g'ri markaziy stollar tomon yurib keldi. Rustam va boshqa biznesmenlarning ko'zi unga tushib qotib qoldi. Rustamning yuragi birdaniga gup etib urib ketdi. Bu ayolning qiyofasi, uning qadam tashlashi qayerdandir unga juda tanishdek tuyuldi. Lekin 10 yil qamoqda ezilgan va sochi oqarib yuziga ajin tushgan ayolni kutgan Rustam, qarshisida turgan bu shohona va mutlaqo xorijlik badavlat ayolni o'sha qurboni bilan umuman bog'lay olmadi. O'zgarish shunchalik mukammal ediki, u hatto tanimadi ham. Rustam yuzida tabassum bilan uning oldiga yugurib keldi. Kechirasiz, xonim.
Sizni bu yerda avval ko'rmagan ekanman. Yurtimizga xush kelibsiz. Men Aliyev Holding rahbari Rustam Aliyevman, u qo'lini cho'zdi. Laylo uning ko'zlariga teshkudek shafqatsiz sovuqlik bilan qaradi. Uning ichida olov yonar, o'zining hayotini vayron qilgan bu maxluqning yuziga tupurishni xohlardi. Ammo ustozining qoidasi esiga tushdi. Qasos sovuq holda tortiladigan taomdir. U Rustamning uzatgan qo'lini siqmadi. Shunchaki boshini engil qimirlatib, nafis ohangda javob berdi. Mubina Umarova. Alpha Group xalqaro investitsiya kompaniyasi boshligiman. Sizning advokatingiz Anvar afsuski men bilan uchrashuvdan so'ng bedarak yo'qolib qoldi. Shuning uchun loyihamni o'zim boshqarishga keldim. Rustamning rangi oqarib ketdi. Demak, anavi 3 millionni so'ragan ayol shu ekandi. U Anvardan shartnoma uchun pul olgan bo'lsa kerak deb o'yladi o'zicha. U ayolning boyligi va obro'si oldida o'zini yo'qotib qo'ydi. Minnatdorman, Mubina xonim. Anvarda kutilmagan sog'liq muammolari chiqib qoldi. Marhamat, torga o'ting. Bugun bizda xayriya auksioni bo'ladi. Laylo zal markazidagi VIP stulga borib o'tirdi. Sahnadan turib bu dubaylik sarmoyador ayolni kuzatib turgan Kamolaning esa negadir ichi gash bo'lib, yuragiga galati vahima tushdi. 3 kimoshdi savdosi, ko'z o'ngidagi zarba. Auksion boshlandi. Kamola sahnada turib turli xil rasmlar va buyumlarni sotuvga qo'yishni boshladi. Tushgan pullar go'yoki bolalar uyiga o'tkazilar edi. Navbatdagi lot. Bu qadimiy X asrga tegishli olmosli bilaguzuk. Boshlangich narxi $50,000 deb jilmaydi Kamola. U bu bilaguzukni ataylab o'zining kolleksiyasidan qo'ygan, uni kimdir 100 mingga sotib olsa, pullarni fond orqali o'zining offshor hisobiga yuvib, Otmivaniye o'tkazib yuborishni reja qilgandi. 60 ming, dedi bitta vazirning xotini. 80 ming, dedi boshqa biznesmen. Kamola xursand bo'lib kulardi. 80 ming bir, 80 ming ikki, $500,000. Zalda olik sukunat cho'kdi. Hamma birdaniga ovoz kelgan tomonga, VIP stolda o'tirgan Mubinaga, Layloga qaradi. Laylo hatto o'rnidan turmay, sharbatidan hoplab, barmoqlari bilan raqamni ko'rsatib turardi. 500 ming naqd dollar beraman shu arzon matohingiz uchun, dedi Laylo sovuqqonlik bilan butun zal eshitadigan ohangda. Kamolaning og'zi ochilib qoldi. Rustam ham hayratdan dong qotgandi. $500,000. Hech kim bu narxga bahslasha olmasdi. Kamola titrab ketdi. Sotildi. Mubina xonimga. Sizning bu oliyjanobligingiz yetim bolalarga. Laylo o'rnidan turdi. Uning baland poshnalari yerga urilib sahnaga tomon kela boshladi. Uning har bir qadami Kamolaning yuragiga xanjar bo'lib qadalardi. Nega bu ayol unga shunday teshkudek shafqatsizlarcha qarayapti? Laylo sahnaga chiqib Kamolaning qo'lidan bilaguzukni yulqib oldi. U mikrofonni og'ziga burdi. Zalga qarab mayin, lekin keskin ovozda gapirdi. Xonimlar va janoblar, men bu bilaguzukni yetim bolalar uchun deb o'ylab $500,000 sotib oldim. Lekin Kamola xonim, bu fond orqali bolalarga biron sent, tiyin ham bormasligini siz mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz-ku, to'g'rimi? Zalda galagovur boshlandi. Kamolaning rangi dokadek oqardi. Siz nima deyapsiz? Bu tuhmat. Rustam, uni sahnadan olib tush, deb chinqirdi u. Tuhmat. Laylo zaharxanda qildi va qo'lidagi kichik pultni bosdi. Zaldagi ulkan LED ekranda xayriya rasmlari birdaniga ochib, uning o'rniga dahshatli kadrlar paydo bo'ldi. Ekranda Umid fondining rasmiy bank ko'chirmalari, tranzaksiyalari va pullar qayerga ketganining yo'nalishi ko'rsatilgandi. Xayriya qilingan barcha pullar Monakodagi qimmatbaho villalarga, Shveysariyadagi bank hisoblariga va aynan Kamola Aliyevaning nomiga rasmiylashtirilgan $100 minglab avtomobillarga sarflangani oq qog'ozda, qizil chiziqlar bilan ko'rsatib qo'yilgan edi. Undan ham dahshatlisi, ekranda Kamolaning yashirincha qandaydir yosh yigit bilan yotgan video kadrlari ham yalt etib ko'rinib ketdi.
To'rt soxta farishtaning qulashi va Rustamning parchalanishi. Butun zal hayratdan va jirkangandan faryod qilib yubordi. Mehmonlar gazablanib o'rinlaridan tura boshlashdi. Uyatsizlar! Bizning pullarimizni shunday yeyapsizlarmi? Firibgarlar! Sen fohishasan, farishta emassan! Deb baqirardi elit qatlam xonimlari Kamolaga qarab. Kamola yiglab sahnada tiz chokib qoldi. Bu yolg'on. Bu montaj. Menga ishonmanglar. Rustam, iltimos biror narsa de. U erining etagiga osildi. Ammo Rustam oskozlariga ishonmasdi. Xotini fond pullarini o'g'irlagani yetmagandek, unga ochiqchasiga xiyonat qilganini va buning hammasi butun elita oldida sharmanda bo'lganini ko'rib, qoni qaynab ketdi. Rustam sahnada Kamolaning yuziga shunday qattiq tarsaki tushirdiki, u sahnaning chetiga yiqilib labi yorildi. Iflos! Sen meni sharmanda qilding. Qanaqa iflos xotinsan sen? Deb baqirdi u. Laylo esa sahnada viqor bilan turar, ko'zlarida cheksiz g'alaba nuri porlardi. U pichirladi. Ikkinchi ustun ham sindi. Laylo sahnadan tushib, zalning orqa eshigi tomon indamay ketdi. Mehmonlar janjal qilib tarqala boshlashdi. Kamolaning 10 yillik obro'si, ideal rafiqa va xayriyachi farishta degan niqobi 5 daqiqa ichida bir uyum axlatga aylangan edi. Endi butun matbuot, prokuratura bu xayriya fondini yopib, uni qamoqqa tortishi aniq edi. Rustam tansoqchilariga Kamolani sudrab mashinaga olib borishni buyurib, o'zi VIP stoldagi suvdan ichib asabini tinchlantirmoqchi bo'ldi. Shu payt uning telefoniga noma'lum raqamdan xabar keldi. Xabarda atigi 2 ta jumla yozilgan edi. Ikkinchi ustuningni ham oz qoling bilan urib tushirding, Rustam. Bugun soxta farishtangni yiqitdim. Ertaga navbat senga keladi. Sening yagona va qonuniy rafiqang, Laylo. Rustam qo'lidagi stakanni tushirib yubordi. Stakan chilparchin bo'lib sindi. Laylo. Dubaylik investor Mubina. Bu o'sha edi. U o'zgarib ketgan. Jin ursin, u qasos olyapti. Rustam terrorga tushib, zal bo'ylab yugura boshladi. Lekin kech edi, Laylo allaqachon mehmonxonani tark etgandi. 5 qizaloqning mungli ko'zlari va qora atirgul. Zaldagi bu sharmandalikdan so'ng, zalning orqa tarafiga, shkaflar oldiga yashirinib olgan bir qizaloq qattiq yiglardi. Bu on 3 yoshli Shirin edi. U bugun o'gay onasi Kamolaning bayramida chiroyli libosda kelgan, lekin qalbida zarracha quvonch yo'q. Kamolaning uyidagi doimiy zulmlaridan, otasining e'tiborsizligidan bezib yashaydigan ezilgan qizaloq edi. Hozirgi dahshatli janjaldan u qattiq qo'rqib ketgandi. Shirin ko'z yoshlarini artib, orqa yo'lakka chiqqanda, kutilmaganda bir ayol bilan to'qnashib ketdi. Bu yo'lakdan chiqib ketayotgan Laylo edi. Layloning yuragi xuddi qinidan chiqqudek bo'lib to'xtab qoldi. Uning oldida o'zi 10 yil qamoqxonaning zax kamerasida hidlab yiglagan, tushlarida ismini aytib chaqirgan yolg'iz jigarbandi, Shirin turardi. 10 yil. U mitti qizaloq edi, hozir esa katta, bo'yi cho'zilgan, ammo ko'zlaridagi o'sha mungli qarashlari bilan xuddi Layloning yoshligiga o'xshab ketadigan qizga aylangandi. Layloning vujudidagi butun qasos va nafrat olovi bir soniyada muzladi. Ona qalbi isyon ko'tardi. U tiz cho'kib, qizni qattiq quchoqlab yiglab yubormaslik uchun lablarini shunday qattiq tishladiki, qon chiqib ketdi. Hozir buni qilib bo'lmasdi. Qiz uni tanimasdi. Kamola va Rustam qizga onasini qamoqda olib ketgan dushman deb uqtirishganini Laylo bilardi. Sen kimsan? Deb so'radi Shirin yig'lamsirab, oldida turgan bu viqorli, chiroyli va qandaydir issiq mehr taratayotgan begona ayolga qarab. Laylo qaltiragan qo'llari bilan Shirinning ko'z yoshlarini sekin artdi. Uning issiq kafti qizning yuziga tekkanda, Shirinning butun vujudi galati bir xotirjamlik his qildi. U umrida bunday sof va titroqli mehrni his qilmagan edi. Yig'lama, farishtam, dedi Laylo pichirlab, ovozi titrab. Sen bu iflos va soxta odamlar uchun ko'z yosh to'kishga munosib emassan. Sening haqiqiy nuring hali oldinda. Hech qachon bosh kelma. Laylo cho'ntagidan o'zi doim olib yuradigan, shaxsan o'zi yasagan kichkina qora matodan tikilgan atirgulni oldi.
10 yil oldin u yosh Shiringa uxlatishdan oldin, sening onang qora atirgulga o'xshaydi, bolam. U qorong'ulikda ham ochiladi va hech qachon tikani bilan o'z bolasiga ozor bermaydi, der edi. Laylo atirgulni qizning kaftiga tutqazdi. Buni asra, Shirin. Yaqinda, juda yaqinda onang sening yoningga qaytadi va seni bu dozaxdan olib ketadi. Bunga va'da beraman, dedi Laylo. U qizning peshonasidan uzoq, mehr bilan o'pdi-da, ko'zlaridan oqib tushayotgan yoshlarni ko'rsatmaslik uchun shartta orqasiga o'girildi va tezda qorong'u ko'chaga chiqib ketdi. Shirin qo'lidagi qora atirgulga va uzoqlashib borayotgan ayolning sharpasiga qarab qotib qolgandi. Uning yuragida qandaydir dahshatli sog'inch, xotiraning yorqin bir portlashi yuz berdi. Onam. U ayol ismimni qayerdan bildi, deb pichirladi qizaloq. Atirgulning galati, iliq hidi qizning yuragiga taskin berdi. Tashqarida esa yomg'ir yog'a boshlagan edi. Laylo mashinasiga o'tirib, rulni mushtlab, 10 yillik alam bilan ho'ngrab yiglardi. U qizini ko'rdi. Qizining qanchalik ezilganini ko'rdi. Endi u Rustamni shunchaki vayron qilmaydi. U uning go'shtini tiriklayin sug'urib oladi. Qasos o'yinining eng qonli va yakuniy qismi endi boshlangan edi. Vayron bo'layotgan qasr va qafasdagi ilon. Xayriya kechasidagi dahshatli sharmandalikdan so'ng Aliyev Holdingning atrofida haqiqiy bo'ron ko'tarildi. Matbuot va ijtimoiy tarmoqlar Kamola Aliyevaning o'g'riliklari va xiyonatini tinimsiz muhokama qilar, yetim bolalarning puli qanday qilib qimmatbaho villalarga aylanib ketgani haqidagi maqolalar yomg'irdek yog'ardi. Ertasi kuni tongdayoq prokuratura xodimlari Rustamning qasrdek uyiga bostirib kirishdi. Kamola yiglab sochlarini yulib eridan najot kutardi. Rustam, iltimos meni qutqar. Anavi advokatlarni chaqir. Ular meni qamashmoqchi. Menga ishon, u videodagi men emasdim, bu hammasi raqiblaringning montaji. Deb chinqirardi u oqibatini o'ylab dahshatga tushib. Rustam eshik yonida qo'llarini qovushtirib sovuq va nafrat bilan qarab turardi. U kechasi bilan Anvardan qolgan hujjatlarni tekshirgan va pullar haqiqatan ham Kamolaning yashirin hisoblariga o'tganini ko'rgandi. Undan ham alam qiladigani videodagi xiyonat haqiqat edi. Meni raqiblarim emas, o'zingning nafshing va iflosliging yiqitdi, Kamola. Sen mening obro'yimni bir kechada axlatga qording. Meni moliyaviy tekshiruvlarga giriftor qilding. Sen uchun bir tiyin ham sarflamayman. Olib ketinglar buni, deb o'girilib ketdi Rustam. Kamola dodfaryod ko'tarib, politsiya xodimlari tomonidan qo'liga kishan taqilgan holda olib ketildi. Uning 10 yillik farishta niqobi shu tariqa qora panjaralar ortiga yo'l oldi. 10 yil oldin Layloni aynan shunday yolg'on guvohlik berib qamatgan Kamola endi xuddi shunday azob va sharmandalik bilan og'zi qazigan chohga qulagandi. Uyning ikkinchi qavatidan bu dahshatli manzarani 13 yoshli Shirin qo'rquv va qandaydir yengillik aralash kuzatib turardi. Uning qo'lida kecha notanish ayol Laylo bergan qora matodan yasalgan atirgul bor edi. Yaqinda onang qaytadi degan so'zlar qizchaning qulog'i ostida qayta-qayta jaranglar, qora atirguldan esa xuddi onasining mehri ufurib turgandek edi. 2. Psixologik bosim, arvohning soyasi. Rustam o'zining hashamatli kabinetida aqldan ozayotgandi. Uning butun kompaniyasi tekshiruvlar ostida qolgan, aksiyalarning narxi bir kunda 30% ga tushib ketgan edi. Qolaversa, Anvarning g'oyib bo'lishi Rustam uni omborxonada qiynoqqa solgandi, ammo pullar qayerdaligini bilolmagandi va o'sha dahshatli ismxabar uni terrorga solib qo'ygandi. Ertaga navbat senga keladi. Sening yagona va qonuniy rafiqang Laylo. Rustam xavfsizlik xizmati boshlig'i ganiga stakanni otib yubordi. Qanday qilib bitta qamoqdan chiqqan xotin meni shuncha kuzatuvlarimni chetlab otib, butun oilamni yo'q qilyapti. U qayerda o'zi? O'tgan hafta chiqqan bo'lsa, uni topinglar. Yoki topasan, yoki o'zingni tiriklayin ko'maman, deb baqirdi u. Gani boshini egib turardi. Xo'jayin, biz butun shaharni qidirdik. Ayollar koloniyasidan chiqishda uning izi yo'qolgan. Hech qanday mehmonxonada, qarindoshlarnikida ham yo'q. U xuddi arvohga aylangandek.
Shu payt Rustamning stoli ustidagi maxsus, faqat eng yaqin hamkorlari biladigan yashirin telefoni jiringlab qoldi. Rustam qaltiragan qo'llari bilan go'shakni oldi. Telefonda 10 yil oldin. Laylo qamoqqa ketishidan oldin uning tugilgan kunida Rustam sovg'a qilgan, qadimiy va o'ziga xos ohangda chalinadigan musiqa qutichasi, muzikalnaya shkatulka ning oshi tanish va gamgin kuyi yangray boshladi. Rustamning rangi dokadek oqardi. Alo? Kim bu? Laylo. Senmisan, la'nati? Deb baqirdi u go'shakka. Telefonda bir necha soniya jimjitlik, so'ngra sovuq, qonni muzlatuvchi ayol ovozi eshitildi. Musiqa yoqdimi, Rustam? Bu bizning so'nggi raqsimizning musiqasi. Qasring qulayapti. Kechalari uxlolmayotganingni his qilyapman. Tayyorlan, chunki sening boshingga tushadigan haqiqiy dozax endi boshlanadi. Shirin uchun sening tomiringdagi so'nggi qon tomchisini ham sugurib olaman. Sen iflos, men seni topib, o'z qo'llarim bilan. Rustam gapini tugatishga ulgurmadi. Go'shak qo'yib qo'yilgan, aloqa uzilgan edi. U telefonni devorga otib chilparchin qildi. Uning qo'rquvi o'zining choqqisiga chiqqan, asablari butunlay dosh bermayotgan edi. Uch tuzoqqa tushgan yirtqich va qutqaruvchi farishta. Rustamning moliyaviy ahvoli halokat yoqasida edi. Kamolaning janjalidan so'ng xorijiy banklar kredit liniyalarini yopgan, davlat tenderlaridan ham chetlatilgan edi. Agar 3 kun ichida 50 million dollar naqd sarmoya topib, kompaniya hisob raqamini to'ldirmasa, bankrot bo'lishi va soliq jinoyatlari bilan qamalishi aniq edi. Shu tushkunlik va xaos ichida unga kutilmagan najot taklif qilindi. Kotiba yugurib kirib keldi. Rustam aka, Alpha Group investitsiya kompaniyasidan qo'ng'iroq qilishyapti. O'sha Mubina Umarova. Ular biz bilan uchrashishni xohlashyapti va bizning muammolarimizni yechish uchun 50 million dollar sarmoya kiritishga tayyor ekanliklarini aytishdi. Rustam stulga o'tirib qoldi. Bu uning uchun cho'kayotgan odamga otilgan qutqaruv halqasi edi. U Mubinaning shaxsan Laylo ekanini umuman gumon qilmadi, chunki xayriya kechasidagi yaltiroq, badavlat va viqorli xorijlik xonim qiyofasi uning miyasida arab sarmoyadori sifatida muhrlanib qolgandi. Uning ko'zlari ochkozlikdan yondi. Zudlik bilan rozilik ber. Ertagayoq ofisda uchrashamiz. Barcha shartnomalarni tayyorlanglar. Laylo aynan shuni kutgan edi. U Rustamning ochkozligi va tushkunligi uni kor qilib qo'yishini bilardi. Laylo o'zi bilan olib chiqqan pochta qutisidagi o'sha 10 yil oldingi haqiqiy hujjatlar, fleshkadagi arxiv orqali yuristlarga ko'rsatma berib, shartnomani o'ta murakkab va makkorona qilib tuzib qo'ygandi. Tort qamoqxonadagi uchrashuv, iblis va qasoskor. Lekin shartnoma imzolanishidan bir kun oldin Layloning o'ziga xos psixologik operatsiyasi bor edi. U oqshom payti poytaxtdagi ayollar tergov izolyatoriga, qamoqxonaga bordi. U o'zining pullari va ta'siri orqali izolyator boshlig'i bilan kelishib, u yerda saqlanayotgan Kamola bilan yuzma-yuz uchrashuv oldi. Kamola sovuq, zax, oq devorli so'roq xonasida kishanband holda o'tirardi. Uning yuzi bir necha kun ichida qariyib qolgan, ko'zlaridagi bo'yoqlari yuvilgan, kibrli xonimdan faqatgina ojiz ko'lanka qolgan edi. Eshik ochilib, xonaga qimmatbaho qora palto va shlyapa kiygan, toq qizillab bo'yoqga surtgan Mubina Laylo kirib keldi. Kamola boshini ko'tarib, xayriya oqshomida uni yer bilan yakson qilgan bu ayolni ko'rib, tishlarini gijirlatdi. Sen nimaga kelding? Nima xohlaysan mendan? Mening pullarimni qanday qilib topding? Deb baqirdi u kishanlarini sharaqlatib. Laylo stulni sekin tortib, uning ro'parasiga o'tirdi. U Kamolaga uzoq va jim tikilib qoldi. So'ngra qora ko'zoynagini yechdi. Uning nigohlarida nafrat emas, balki shafqatsiz bir muzlik bor edi. Sening o'rningda 10 yil oldin men ham xuddi shunday sovuq stulda, adolatsizlikdan yiglab o'tirgandim, Kamola, dedi Laylo o'zining asl, o'zgarmagan ovozida. Kamola bu ovozni eshitib qotib qoldi. U ko'zlarini yirib, ayolning yuziga tikildi. Uning miyasida dahshatli bir chaqmoq chaqdi. Yonoqlari, ko'zlari ovozi. Laylo. Kamolaning nafas olishi to'xtab qoldi.
U go'yoki arvohni ko'rgandek titray boshladi. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Sen qamoqda eding. Sen ozib-tozib ketgan, olgan bo'lishing kerak edi. Qanaqasiga sen arab investorsan. Men jasad emasman, lekin sen 10 yil oldin tiriklayin ko'mgan o'sha ayolman, deb xotirjam gapirdi Laylo. Menga nima qilganingiz esingdami? Dugonam bo'la turib, eng yaqin sirdoshim bo'la turib, erim bilan yotib yurgansan. Mening biznesimni o'girlab, o'rniga meni qamoqxonaning zaxiga uloqtirding. Qizimni mendan tortib olding. Meni kechir, Laylo. Birdan yiglab yubordi Kamola tizzasiga o'tirib. Meni Rustam majbur qilgan. Men xohlamagandim. U popsa qilgandi. Meni bu yerdan olib chiq, yolvoraman. Bu yer olimning o'zi-ku. Laylo o'z qaddini tik tutdi. Olim emas, bu sening yangi uying. Men senga va'da beraman, sen bu yerdan hech qachon chiqmaysan. Men sening jamiyatdagi hurmatingni, pullaringni, go'zalligingni bir kechada yo'q qildim.